Agar sizni tez-tez peshobga chiqish, achishish, tomchilash yoki ichki sohadagi og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechimi bor. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prostamix 17 xil tibbiy giyohdan tayyorlangan kuchli formula peshob ushlamaslik, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga yordam beradi. Mahsulot sinovdan o'tgan, ISO va halol sertifikatiga ega, 8 yildan beri minglab erkaklar tanlayotgan ishonchli mahsulot. Hoziroq buyurtma bering va 50% chegirmaga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Reuters agentligining axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar o'zini Fors ko'rfazidagi ilk harbiy amaliyotini Eronning shahid dronini urib tushirishdan boshladi. Reutersning Pentagon matbuot xizmatiga tayanib bildirishicha, 3-fevral kuni Qo'shma Shtatlar dengiz kuchlari Arab dengizida F-35 qiruvchi samolyotlari yordamida Eronning shahid 139 dronini urib tushirgan. Ma'lum qilinishicha, Eron dronlari Arab dengizidagi Qo'shma Shtatlar dengiz kuchlari armadasi joylashgan hududga yaqin nuqtadan parvoz qilgan. Bu esa Qo'shma Shtatlarni kuch ishlatishga majbur qilgan. Reutersga ko'ra, Qo'shma Shtatlar shundan keyin Tehronga qarshi hech qanday harbiy operatsiya boshlamadi. Associated Press'ning ushbu ma'lumotga izoh berishicha, Eron Amerika Qo'shma Shtatlarining asosiy dengiz kuchlarini shahid dronlari orqali qayerga joylashganini aniqladi va endi Tehron mabodo katta yurish boshlanadigan bo'lsa, qaysi kemani birinchi bo'lib yo'q qilishni juda yaxshi biladi. Bu gapga esa tushundi. Endi Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trampni 3-fevral kuni Nikolas Maduro kabi qamoqqa olish orzusida bo'lgan Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro bilan uchrashuv haqida qisqacha so'z yuritamiz. E'tiborli bo'ling. Wall Street Journal agentligining urg'u berishicha, 3-fevral kuni Donald Trump Gustavo Petroni Oq uyda qabul qildi va uchrashuv yakunida u Gustavo Petro bilan birga tushgan fotosuratga "Men Kolumbiyani sevaman" deya dastxat bergan. Vaholanki, Wall Street Journalga ko'ra, sal oldinroq Trump o'z bayonotida Kolumbiyada ham Venezuela ssenariysini takrorlash rejasi borligini ma'lum qilgan edi. Aytgancha, Trump uchrashuvdan keyin tashkil qilingan matbuot anjumanida Ukrainani bundan keyin yanada og'irroq kunlar kutish haqida ogohlantirgan. Oq uy notasini o'z so'zini izohlashicha, ular Putin bilan bor yo'g'i bir haftaga, ya'ni yakshanbadan yakshanbagacha Ukrainaning energiya obyektlariga zarba bermay turishga kelishgan va Trampning ogohlantirishiga ko'ra, kelishuvdagi muddat 2-fevral kuni o'z yakuniga yetdi. Tabiiyki, endi Kiyev asosiy e'tiborini energiya obyektlari mudofaasiga qaratishi shart. Eshitmaganlar uchun eslatma. 3-fevral kuni Zelenskiyning ona shahri Krivoy Rog'da aholi ommaviy blackout sababli hukumatning chorasizligiga qarshi namoyish boshladi. Ukrainaning hafta ko'zgusi agentligining axborotiga ko'ra, Krivoy Rog shahridagi ayrim hududlarga elektr energiyasi 48 soat davomida bor yo'g'i 8 daqiqa, 8 soat emas, bor yo'g'i 8 daqiqagina berilgan. Ukraina energetika vaziri Denis Shmigal bo'lsa, bu holatni elektr stansiyalarining kuchsizligi bilan izohlagan. Eslatib o'tamiz, ommaviy blackout ayni paytda faqat Ukrainada kuzatilayotgani yo'q. Rossiyaning Interfax agentligining xabar berishicha, 3-fevral kuni Belgorod viloyati ham 2 soatga elektr energiyasidan butunlay uzilib qolgan. Viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkovning bildirishicha, Ukraina dronlar orqali Belgorod viloyatining 60% qismini elektr energiyasi bilan ta'minlayotgan stansiyaga zarba berdi va uni qayta ta'mirlash uchun 2 soat vaqt sarflandi. Endi NATO bosh kotibi Mark Ruttening Ukrainaga kiradigan qo'shin haqidagi shov-shuvli bayonotiga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Union agentligining axborotiga ko'ra, 3-fevral kuni NATO bosh kotibi Mark Rutte Ukraina Oliy Radasida bayonot bergan. Uni aytishicha, harbiy alyansning tinchlikparvar qo'shinlari tinchlik bitimiga Putin imzo chekkan kuniyoq Ukraina hududiga kirib keladi va NATO tinchlik shartnomasi imzolangandan keyin Rossiyadan ham, Amerika Qo'shma Shtatlaridan ham bu harakati uchun ruxsat so'ramaydi. Mark Ruttega ko'ra, agar Rossiya o'q otish to'xtatilib, bitim tuzilgandan keyin
Putin Ukraina hududiga kirgan tinchlikparvar qo'shinlarga zarba bersa, u holda Putin NATOga qarshi urush e'lon qilgan bo'ladi va bu harakat yangi jahon urushi boshlanishi bilan yakun topadi. Eslatib o'tamiz, sal oldinroq Putin bordi-yu Yevropadan Ukrainaga qandaydir armiya qadam qo'yadigan bo'lsa, o'sha qo'shinni Rossiyani birinchi raqamli nishoniga aylanishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Mark Rutte o'z qarorini Yevropa uchun mukarrar fojia bilan yakun topishini bila turib, Ukrainaga harbiy alyans qo'shinlarini kiritishga Oliy Rada minbarida turib va'da berdi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.